Bitta foydali ma'lumot aytib o'tmoqchiman. Mebelchilar uchun. Ko'rishinglar mumkin. Kuxni qo'yamiz. O'g'il kuxni burchakka hamma har xil ishlaydi, bilasizlar. Planka qo'yish mumkin. Tepasiga 7 va 5 ta qo'yib. Biz ham bunday rejim qilib olganmiz. Eshikni qo'yib yuborganda. Eshik joylashdi. Bu eshik ham ochiladi. O'sha aytganman, bunga 100% polga albatta qo'yilgan, bunga 90lik. Buni ochib ko'rsat. Kalasi ham bir-biriga o'sha aytganman, bo'ldi. Kimga yoshlar kerak bo'lsa, razmerlarni tushuntirib aytishimiz mumkin. Bu xonamizda 3-etaji ham bor. Mebelchilar uchun yangilik bo'ldi. Ko'rishinglar mumkin. Boya aytganimizda mana burchaklarni estik qilganmiz, mana. Planka qo'yilmagan. Hammasi ochilgan bo'lsa qulay. Bir-biriga xalaqit qilmaydi. Bugungi ishimiz tugadi.